Svetafor, svetafor. Svetafor, svetafor. Svetafor, svetafor, renglari ko'p xilma-xil. Svetafor, svetafor, qizil, sariq, yashil ko'k. Bugungi mavzuyimiz yo'l harakati qoida qonunlari bilan tanishamiz. Unda biz yo'ldan qanday o'tishni, mashinalar kelganda nima qilishimizni va sariq, qizil, yashil chiroq yonganida nimalar qilishimizni birgalikda o'rganamiz hozir. Shoshilmaymiz. Nima qilamiz ekan bolajonlar? Yurishga shoshilmaymiz. Sariq rangi yonganda emas, sariq chiroqdan tayyor turish kerak. Yashilda esa ehtiyot bo'lib o'tsangiz bo'ladi. nima qilamiz ekan bolajonlar? Yurishga tayyorlanamiz. Yashil rangi yonganda mashinalar to'xtaydi. Endi do'stlar yuramiz, yo'lni kesib o'tamiz. Nima qilamiz ekan bolajonlar? Yo'lni kesib o'tamiz. Svetafor, svetafor, renglari ko'p xilma-xil. Svetafor, svetafor, qizil, sariq, yashil ko'k.